U Uyg'urlarni qo'llab-quvvatlagani uchun Arsenaldan ketkazildi. U jahon siyosiy maydonida o'z fikrlarini aytishdan qo'rqmasdi. U shunday xayriya ishlarni qilardiki, 2014-yil Braziliyani 7-1 hisobida tarmon kettirgan bo'lsa-da, mundial g'olibligi uchun olgan mukofotini aynan Braziliyadagi kasal bolalarga ehson qilib, pentakampionlarning muhabbatiga erishgan. Sezib turganingizdek, bugun germaniyalik turk farzandi, assistlar qirollaridan biri Mesut O'zil haqida gaplashamiz. Zamonaviy futbolda texnik darajasi yuqori va zarbalar berish uslubining yangi shaklini olib kirgan O'zilning prime davri Real Madridda Mourinho va Arsenalda Wenger davriga to'g'ri keladi. O'zil Germaniyada Kroos Schweinsteiger bilan birgalikda nemis mashinasining markaziy bo'g'inini hosil qildi. U Germaniyada 4 marta yil futbolchisi va bir necha bor jahonda yil terma jamoasiga kiritilgan. Mesut Trivella, Rabona va Kroos uslubidagi golli paslari bilan Mr. Assist nomini oldi. O'zil Germaniya terma jamoasidan siyosiy va millatchilik bayonotidan so'ng ketdi. Arsenaldan Uyg'urlarni qo'llab-quvvatlagani uchun haydaldi. U futboldan ona millati Turkiyada Fenerbahçe va Beşiktaş klublarida o'ynab xayrlashdi. Siz ham har Ramazonda roza tutib maydonga tushadigan O'zilni sog'inasizmi?